Diqqat qiling, O'zbekistonda eski mashinasi bor fuqarolarga shoshilinch xabar. Endilikda O'zbekistonda 30 yildan oshgan avtomobillar uchun yillik 12 million so'm to'lov joriy etilishi kutilmoqda. Barcha fuqarolar ushbu videorolikni o'tkazib yubormaslik uchun oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun ozroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 30 yildan oshgan avtomobillar uchun yillik 12 million so'mlik to'lov joriy etilishi mumkin. O'zbekistonda foydalanish muddati o'tgan avtotransport vositalarini utilizatsiya qilishning yangi tizimi joriy etilishi taklif qilinmoqda. Jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan prezident qarori loyihasiga ko'ra, mazkur chora havo ifloslanishini kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan. Loyihaga muvofiq 2026-yildan yengil avtomobillar uchun, 2027-yildan avtobus, mikroavtobus va yuk avtomobillari uchun, 2030-yildan barcha turdagi transport vositalari uchun tizim bosqichma-bosqich joriy etiladi. Shuningdek, 2027-yil 1-yanvardan boshlab ishlab chiqarilganiga 30 yil va undan ortiq bo'lgan avtomobillar egalari uchun har yili bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari, ya'ni 12 million 360 ming so'm miqdorida ekologik kompensatsiya to'lovi joriy etilishi taklif qilinmoqda. Loyihada ekologik talablarga javob bermaydigan transport vositalaridan foydalanishni cheklash hamda avtomobilni utilizatsiyaga topshirgan shaxslarni kompensatsiya va vaucherlar bilan rag'batlantirish choralari ham nazarda tutilgan. Shu bilan birga avtomobillarni baholash va utilizatsiya qilish jarayonlari maxsus elektron platforma orqali amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda. Eslatib o'tamiz, mazkur hujjat loyiha hisoblanadi. Uning normalari jamoatchilik muhokamasi va tegishli kelishuvlar yakunlariga ko'ra o'zgarishi, to'ldirilishi va qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Videorolik ostiga like bosib, videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.